Bugun 31-dekabr bayram bo'lsa mana shunday bo'lsin. Orient Taxi o'z mijozlariga va vafodor haydovchilariga qimmatbaho sovg'alarni taqdim etiladigan kun. Yomg'irli ob-havo, lekin bayramona kayfiyatda bugun sovg'alarni o'z egalariga taqdim etamiz. 1177 Orient Taxi. Tunda yoki kunduz farqi yo'q ularga. 1177 yetib kelar tezda. Matiz avtobus muzlatgich qilinch bayram muborak bo'lsin. Tez yetib keladi Orient Avto. 26-yildan nasibasini so'rayapmiz. Qadrlini qadrliydi Orient qadrdon. Uyingacha olib kelar hattoki Atırdon. Yangi yo'lda nomer 1 Orient Taxi. Xizmat maksimalniy, narxlar minimalniy. Yangilarni yaxshi kutib olinglar. Minimalniy. Ha, aytgandek, sanda Orient Taxiga Android yo iPhone, demak san uchun mavjud Play Market App Store. Kafirlarga ham rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Foydalan, bahra ol. Yangi yo'linglar uchun Men kutmagandim. Pilisos sizlarni ham shu Orient Taxiga ulanib ishlashinglarni, zakaz qilishinglarni xohlagan bo'lardim. Bu sovg'a nima bilasizmi? Yil davomida sarflagan pulingizni jamg'arib sizga sovg'a tariqasida qaytaradi. Pulingiz o'zingiz bilan qoladi degan taksi mana shu bo'ladi. Shunaqa. Mana 26-yilli ham byudjetda shunaqa bir 20 ming dollar atrofida. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Bo'ldi, zo'r. Yilning eng faol mijozlari va haydovchilari qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bizning xizmatimiz 24 ga yetdi.